Buxoro viloyatida o'quvchilarning aqliy salohiyatini boyitish, ularni mantiqiy fikrlashga chorlash, kitobxonlik madaniyatini yanada kengroq targ'ib qilish maqsadida yana bir tashabbusga qo'l urildi. Umumta'lim maktablari o'rtasida bilimli yoshlar yangi O'zbekistonning yorqin kelajagi shiori ostida tashkillashtirilayotgan Zakovat intellektual o'yinlari g'ijduvonlik iqtidor sohiblarini ham bir davraga jamladi. Zakovat bilimli yoshlar maydoni. Bugun davlatimiz rahbarining e'tibori sabab salohiyatli yigit-qizlarni aniqlash, ularni munosib rag'batlantirishga xizmat qilayotgan intellektual o'yin tobora ommalashmoqda. Ayniqsa 2022-yilda prezidentimizning Zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilinganidan so'ng ushbu ishlar samaradorligi yanada oshdi. Belgilangan vazifalarning mantiqiy davomi sifatida Buxoro viloyati bo'ylab eng kuchli maktab jamoasini aniqlashga qaratilgan yangi loyihaga start berildi. G'ijduvondan boshlangan hududiy bosqichda 14 ta jamoa g'oliblik uchun bahs olib bordi. Mazkur birinchilik yurtimizda yosh avlodning bilim, tafakkur va intellektual salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan ezgu tashabbusga aylandi desak mubolag'a emas. Yoshlar o'rtasida Zakovat intellektual o'yinlari tashkil qilindi. Bunda 250 nafardan ortiq o'quvchi yoshlar jalb qilingan. Bu tashabbuslar uchun albatta prezidentimizga rahmat aytamiz. Bu yoshlarimizni intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, mantiqiy fikrlashda o'zining katta hissasini ko'rsatadi. Ushbu intellektual bellashuvlar nafaqat bilim sinovi, balki yoshlar qalbida vatanga sadoqat, tafakkur kengligi va kelajakka ishonch tuyg'ularini mustahkamlovchi muhim ma'naviy maydon vazifasini ham o'tamoqda. Qolaversa, faol yoshlarning bir jamoa bo'lib, mantiqiy fikrlash salohiyatini oshirayotgani ertamiz egalarini ezgu maqsad yo'lida birlashtirishda muhim o'rinni egallamoqda. Hozir ko'rib turganingizdek, biz Zakovat intellektual o'yinining tuman bosqichini birgalikda o'tkazyapmiz va ishonamanki, bizning maktab birinchi o'rinni albatta egallaydi. G'ijduvonlik yoshlarning bilim salohiyatini oshirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish hamda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etishga xizmat qilgan birinchilikda tumandagi 18-umumta'lim maktabi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shuningdek, 47 va 67 maktab jamoalari ham kuchlilar qatoridan joy oldi. Barcha g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi.